Bismillahirrohmanirrohim. Yunus bayna qavmihi, Yunus qavmini o'rtasida. Va hadi qissatu Yunus. Va mana bu Yunus alayhisalomning qissasidir. Ba'athahu Allohu ila ahli qaryati Naynava. Alloh taolo uni Naynava qishloq ahliga jo'natdi. Fada'ahum ila Allohi ta'ala va ularni Alloh taologa chaqirdi. Fa abaw alayhi, ular bu narsaga bosh tortishdi. Va tamadaw fi kufrihim, va kufrida davomiy bo'lishdi. فخرج من بين أظهرهم مغاضبا لهم ووعدهم بالعذاب بعد 3. Va min bayni azhurihim, ularni oldidan, ularni ichidan, shu ma'no, ularni oldidan ularga g'azab qilgan holda chiqib ketdi. Va wa'adahum bil azabi ba'da 3, 3 kundan keyin azobni ularga va'da qildi. فلما تحققوا منه ذلك وعلموا أن النبي لا يكذب خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهم. Qachonki mana shu narsa yuz bergach, ya'ni mana shu narsa hosil bo'lgach, mana shu chiqib ketishligi, Yunus alayhisalom chiqib ketishligi hosil bo'lgach va payg'ambar yolg'on, ya'ni la yakzib, yolg'on gapirmasligini ular bilishgach, sahroga chiqdilar. Bola chaqalari bilan, ya'ni atfalum, go'daklari bilan, va na'amihim, chorva hayvonlari bilan, va mavashihim, va qo'ylari bilan chiqishdi. Va farraqu baynal ummahati va auladiha, onalari bilan bolalarni o'rtasini ajratdilar. Thumma tadarra'u ila Allohi azza va jalla, so'ra Alloh taologa tazarru qildilar. Va ja'aru ilayhi, va unga yolvordilar. Yolvorib, yig'lab, bo'kirib yig'lashdilar. Va rag'atil ibilu va fislanuha, va tuya, va vallohu alam fislanun uncha lug'atdan topolmadim. Fislanun tuyadan ajratilgan, ya'ni tuyani sutdan ajratilgan anaqa bolasimi, shu ma'noda bo'lsa kerak, vallohu alam. Yana hop, demak tuya va uni bolasi deb tarjima qilamiz. Tuya va uni bolasi bo'kirdi. Rag'at bu tuyani bo'kirishiga rag'o deyiladi. Va xaratil baqaru avladuha, sigirlar va uni bolalari bo'kirdi. Xora bu moli bo'kirishiga aytiladi. Mo deb bo'kiradi-yu, o'shanga aytiladi. Va sag'atil g'anamu va sixaluha. Sag'a bu esa qo'yni baqirishi va qo'ylar, va to'g'riroq g'anamu echki va qo'zichalar bo'kirishdi. Farafa Allohu anhumul azaba. So'ng Alloh taolo ulardan azobni ko'tardi. Alloh taolo aytadiki: "Falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha." Qaniydi falaw, qaniydi iymon keltirib, iymoni unga foyda bergan bir qishloq bo'lsa edi, deyapti. Faqatgina Yunusni qavmi qachonki, falam, mana o'qiylik oyatda, illa qavma Yunusa lamma amanu kashafna anhumul azabal khizi fil hayatid dunya va matta'nahum ila hin. Faqat Yunusni qavmi qachonki iymon keltirganda biz ulardan dunyo hayotidagi xorlik azobini ulardan ketkazdik. Va matta'nahum ila hin, va bir muddatgacha ularni foydalantirib qo'ydik, dedi.